Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kommentariya kelibdi. Uylanish haqida gapiring. Endi yosh yigitlar yaqinroq o'tirib olinglar, men sizlarga xotin olishni o'rgataman. Bir marta xotin olganman mana. Endi Xudoga shukr shu bilan yashayapman. Endi sizlarga o'rgataman. Buni ustasi yo'q. Uy qurishchi ustasi bor, lekin xotin olishchi ustasi yo'q. Davlat qurishi ham ustasi bor, lekin xotin olishchi ustasi yo'q. Endi bitta davlat quramiz, xotin olish chekkaga suramiz. Davlat quramiz, davlatni boshqaruvchilari bu podshoh va vazir. Bular kimlar bo'lishi kerak desa, endi uni portretini chizib olamiz. Podshoh o'ta aqlli, dono, ziyrak odam bo'lishi kerak. Nimaga desa, bu yurtdagi masalalar shunaqa ham ko'pki, podshoh ziyrak, dono bo'lmasa, bu narsalar hammasiga ana nimaga unaqa, nimaga mana bunaqa deb yuraveradigan bo'lsa, vaqtlar o'tib ketadi. Yurtda tashvish shunchalik ko'pki, hammasiga so'rab yetib bormaydi. Aql bilan shunday ko'radi, bo'ldi. Shu darajada kuchli dono odam bo'lish kerak. Mana endi bu siz o'sha. Siz shunaqa inson bo'lishingiz kerak. Demak, oldin o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Endi Xudodan so'raysiz. Xudodan so'rab, Xudo bersa olasiz u yaxshi ayolni. Endi o'sha yaxshi ayolni, ya'ni vaziri portretini chizib olamiz. Bu kim desa, podshoh yo'q bo'lgan vaqtda vaqtinchalik podshoh bo'lib turadigan odam. Bu ikkinchi podshoh degani. Agar sizdan bilimli bo'lish talab qilinayotgan bo'lsa, baxtli oilada, ana oladigan ayolingizdan bilimli bo'lish kerak. Endi uni psixologiyasi bor. Ilgari qadimda podshohlar vazir saylasa o'ziga uni dasturxonga chaqirar ekanda, endi bu ertalada o'qiganimiz. Birga ovqatlanar ekan. Ovqatlanganda rosa xoli shapir-shupir qilib ovqat yeganda ya bu shunchalik nafsi yomon ekan. Bu xalqi ham yeydigan haqqini yeb qo'yadi-ku, bu o'g'ri bo'lib chiqib qoladi-ku deb uni ishga olmagan ekan, vazir qilib saylamagan ekan. Shunga o'xshab endi shu katta gapni biz kichiktirib, kichkina gapni kattaytirib, analiz qilib beraman sizlarga. Endi oladigan vaziringiz, ya'ni oladigan xotiningiz qanaqa bo'lishi kerak desa, xalqimizda gap bor. Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deydi. Bu nima degani desa, kelinni sepi qanaqa bo'ladi o'zi desa, u latta putasi u xotinlarning ishi. Biz erkaklar ko'radigan sepi boshqa narsa. Qalbi. Qalbi qanaqa bo'ladi desa, qiz bolani urma, bebaxt bo'lib qoladi deb bir so'z bilan aytiladi. Nimaga bebaxt bo'lib qoladi? Shuni tagiga yetish kerak. Qiz bolani bebaxt bo'lib qolishi shuki, qiz bola kichkinaligida dunyoga kelganda otasi ishdan kelib o'ynatadi. Ko'chalarga olib chiqadi, yetalab chiqadi, mehr beradi. U qizni kaltalamaydi, urmaydi, erkalaydi. Qisqasi shu qiz otasidan nima olish kerak bo'lsa oladi. Qizni miyasida erkak kishining portreti chiziladi. Erkak kishi mehribon, erkak kishi yaxshi, dono, u saxiy, u injiqligini ko'taradi, ha deganda kaltalab urib ketavermaydi, jicha injiqlik qilib erkalanadi otasiga qizcha. Unda ha qo'ying deb uni ehtiyotlaydi. Uni miyasida shunaqa bir erkak kishining portreti bor, yaxshi odam. Va yerga tegsa ham uni miyasidagi portret yaxshi odammi? Ha, yerga tegdi, u ishonadi. Mana shu erkak bo'ladigan bo'lsa, men ko'rgan erkak. Men u eskidan ko'rib kelganman, u mehribon va sizga ixlos qilib ketadi. Albatta siz ham uni jicha-picha injiqligini ko'tarsangiz. Endi kaltayib katta bo'lgan qizchi desa, ko'p hollarda kaltayib katta bo'lgan qizni miyasida portret chizilib qoladi erkak kishi haqida. Uni aytib yurmaydi, uni miyasi shunaqa. Iflos,
daveriya yo'q, harom odam, ochiq fikringni aytolmaysan. Aytsang urib kaltalab tashlaydi. Xato qilishga yo'l qo'ymaydi. Birorta ovqatni tag oldirib qo'ysang ham boshingga skorovodkaman soladigan erkak. O'shanga xato qilmaslik kerak. Bu kalta yeb katta bo'lgan qiz endi boshqa yerga tegadigan bo'lsa, u buni tasavvurida xuddi shunaqa odamga qaraganday qaraveradi erkak kishiga. Miya shunaqa, o'zi kulib qilaverganman, miyani ichki ong ostida shunaqa ishonch borki, bu erkak bilan hazillashib bo'lmaydi, bu iflos odam. Shunaqa bir ong ostida bir narsa turadi. Uni to'g'rilab bo'lmaydi. Uni qanaqa mehr bersang ham uni ishontira olmaysan, chunki u kichkina qizchaligida ishonib bo'lgan. O ota urib, kaltalab, uni xato qilganda xatolarini kechirmasdan u ishontirib bo'lgan. Endi u ayolni juda qiyin boshqa qilib olish. Lekin mana bu otani erkalatishi bilan, shirin-shirin mehr bergan, mehrlari bilan katta bo'lgan qiz qalbida mana shuncha sepi bilan keladi. Mehr, sevgi, muhabbat, otaga bo'lgan muhabbatlari shu, erkak kishiga bo'lgan muhabbatlari hamma ana shu sep. Ana shu sepini olib kelib turib sizga yo'yadi. Ana shu yo'yganda ko'rinadi. Endi ayol kishi sen oyapgan qizni xonadonida qadriyat bo'ladi. Ana shu qadriyatlariga qaraymiz. Otaga qaraymiz, onaga qaraymiz. Qiz bola otadan mehr olsa, qalbini muhabbatga to'ldirsa, onaga taqlid qiladi. Agar ona eriga bo'ysunmasdan erini behurmat qilgan bo'lsa, onaga taqlid qilish ehtimoli ham yo'q emas. Mana bu yerga kelib qush inida ko'rganini qiladi deydi. Siz uylanganingizdan keyin uyingizga olib kelsangiz, meni uyimda onam podsho edi-ku. Onam juda otam aytganini qilmagandi. Men nimaga qilishim kerak? Ayol kishi shunaqa bo'ladi-ku. Qizlarning qahramoni ona. O'g'il bolalarning birinchi qahramoni ota. O'zini otasiga taqlid qiladi. Qiz bola onasiga taqlid qiladi. Onani tili bir qarich bo'lsa, inani ko'rdingda, qo'pol qilayotganda. O'shanga taqlid qilib bo'ladigan bo'lsa, rasvodan uni ham to'g'rilab bo'lmaydi-da. Shuning uchun nima deydi? Qisqartirib aytaman, yaxshi odamni bolasini olgan yaxshi-da. Uni uy joyi umuman bizga aloqasi yo'q. Uylanadigan xonadonimizni qanaqa uyda yashayapti? Balandroq uydami yo pastqamroq yo oddiy yashashyaptimi? Shohona yashashyaptimi? Uni qizig'i yo'q. Oilaning qadriyatlarini qizig'i juda ham muhim. Qadriyat qanaqa desa, oilada ota o'zini o'rnidami, ona o'zini o'rnidami? Falonchi xotinini egibapti deydi. Falonchi xotinini egibamagan. Xotin kishi egilmaydi. Xotin kishi egilgan holatda keladi. Egilmagan bo'lsa, uni ota-onasi egib beradi. Agar ota-onasi egib bermasa, egilgan holatda kelmasa, uni egaman deb ovora bo'lmang. Bu 18 yil haligi sug'orilgan. Mana qilishlar bor-ku, keskir qilishlarni ham rosa sug'orib, temirchilar rosa uni ustida ishlagandan keyin temir keskir bo'ladi. Keyin toshi ham qog'ozni kesgandek, haligi sariyog'i kesgandek kesadigan bo'ladi. Bu bizga kelayotgan qilich ham, ya'ni haligi ayol ham rosa sug'orilgan bo'ladi. Yo mehr muhabbat bilan, yo ta'lim bilan, tartib intizom bilan yoki beboshlik bilan sug'orilgan bo'ladi. Agar beboshlik bilan sug'orilgan bo'lsa, ega olmaysan. Mabodo uylanganingdan keyin ham uyda ega olmay qolsang, ota-onasiga jo'natib bersang, ota-onasi qizim, oila shunaqa, ro'zg'or shunaqa deb ega beradi yoki shunday telefon qilib, "O, kuyov, nimaga meni qizimdan tartib talab qilyapsan?" deb basharangga bir ikki tarsaki soladi, keyin unningni topib olasan. Vaziri shunaqa bebosh bo'lgan davlatda baraka ham bo'lmaydi, tinchlik ham bo'lmaydi.
doim qirg'in ajal bo'ladi, doim ocharchilik, doim beboshlik bo'ladi. O'shaning uchun podshohlar vaziri juda ham haligi kuchli odamni vazir qilib qo'yadi. Aqlli odam ayolni ham xuddi shunaqa bir o'ylab oladi. Ota-onasiga qarab. Endi ularni boyligi, kambag'alligi bu yerda muhim emas, rol o'ynamaydi. Bu yerda mehr-muhabbat. Uni boyligi bilan yashamaysiz baribir. Uni uyida yashamaysiz. Otangizni ham uyida yashamaysiz kerak bo'lsa. O'sha ayol bilan o'zingiz oila qilasiz, o'zingiz davlat qilasiz. Siz o'zingizni gaplaringizni qonun deb qabul qilsin. Ana o'shanda tez ko'tariladi. Sababi bu gapni nimaga aytyapsiz desangiz, katta millionerlar orqasida ayol turadi-da. Ko'chadan stressda kelganingizda sizni tushunib ko'zingizga qarab, bitta past kelib jahl qilib yuborganingizda ham xo'p xo'jayin deb turadigani bo'lsa, sizni millioner qiladi-da. Jahl qilsangiz chek-chek gezarib, ilonga o'xshab tursa, bidir qilib tursa, umuman u oilada baraka topmaysiz-da. Chunki o'zi ko'chadan erkak kishi ko'p holatda stressda keladi. Diqqat, o'ylangan, qaydan pul topsam bo'lar ekan yoki bo'lmasa biznes qurib qo'ygan, biznesda o'g'irliklar, boshqalar, ularni boshqaruvi, yoniga sherik olgan, sherigi ham bundan battar xiyonatkor. Qisqasi biznesda bir ahvol shovlaq, ag'da qarzdorlik, bag'da qarzdorlik. Endi stressda shuni uyga kelsa, uyda xotin ham bidir qilib tursa, u erkak qayerga qochadi? Unda o'sish bo'lmaydi, sinish bo'ladi, cho'kish bo'ladi. Mana bu boksyorlarni ham ringda kuzatadigan bo'lsak, rosa itdek, moldek kaltani yeb turgan bo'lsa ham, bunday chekkaga o'tirganda haligi treneri keladi-da. Sen bitta mush o'tkazib yubording xolos. Sen urasan, ustunliksanda, bosh gazini, ustunliksanda, bir-ikki mush o'tdi xolos. Qo'rqma, duxingni baland qil. Bitta qattiq kurash yiqitasan deb haligi dalda beradi xolos. Uni kelib olib, ana basharang qonini qara, mashina qilib ham kalta yeysanmi demaydi. Ayol kishi ham aqllisi, sen iflos bizni qarzga tiqib tashlading, seni deb nonsiz qoldik, u qildik, bu qildik duradigani eri qorayo'l qiladi xolos. Kelganda mehr bilan, "Ey dadasi, siz diqqat bo'lmang." Nimaga diqqat bo'lasiz? Hamma gapiraveradi, siz eng zo'risiz deb tursa, eng zo'risiz deyishi uchun eng zo'ri qo'lida katta bo'lgan bo'lish kerak. Endi Ford mashinasi bor. Ana bu Ford mashinasi Ford degan odam yaratgan ekan. Henry Ford. Oddiy slesar odam bo'lgan. Bu mashina yarataman degan. Ko'chada bitta ikkitasiga gapirib qo'yganmi? Ko'chadagilar hammasi kulgan, bu jinni bu deb. Slesar odam kunduzi kelar ekan, kunduzi ishga borib, kechqurun kelib uyida detallarni aralab, qisqasi egovlab, bir narsalar qilib, mashinalar detallarini shug'ullanar ekan. Endi har bitta detalni bittadan qilganda endi 1 yil ketgandir, 2 yil, 3 yilda qilgandir, 5 yilda qilgandir bitta mashinani. Ish qilib mashina yaratgan. Lekin xotini biror marta charchadim demagan ekan. Ishdan keldimi, kechalari men yonida turib, mana detalni olib bersa, uni olib berib, faqat shu yonida yordam berib, shuni yaratgan ekan. Shu xotin tufayli bu kompaniya yaralgan ekan. Shuning uchun jurnalistlar so'raganda, nimaga xotiningizni yetalab yuraverasiz deganda, bu xotinim meni xotinim emas, sherigim, do'stim, men ishonganim, suyanganim deb aytgan ekanda tarixini. O'shanga hayotda insonning baxtli bo'lishiga, boy bo'lishiga xotinlar sababchi. Sarson bo'lib, gadoy bo'lib ketishiga ham xotinlar sababchi. Erkakni holatini aytayapman-da. Ko'p chumo tormoz bolalarni qarasangiz, onasi ularni kamsitib, har bir ishidan kamchilik topib, doim dakki berib yashaydigan bo'ladi, e'tibor bersangizda. Ba'zi bir muvaffaqiyatlik kallasini qayga bo'lsa tiqib ketaveradigan gapga usta doira bolalar bo'ladi. Bunday qarasangiz, shularni onasi hali bolani tepaga ko'tarib, "Bolam, shunaqa qilmagan" deydi. Bola erkatoy bo'lib, haligi onaga erkalanadi, onadan mehr oladi, kuchayib ketadi.
Lekin u mehrga tashnalik qoladi. Erkak kishini ham. Biz ham onaga mehri, haligi onadan mehr olganmizda, chaqaloqlar onadan tug'ilishi bilan shatta ko'kragiga qo'yib qo'yar ekan. 1-2 minutmi qanchadir qo'yib qo'yar ekan. Nimaga desa, dunyoga keliboq onani quchoqlar ekanda hali bola. Biz shunaqa bo'lganmiz. Onani quchoqlaganmiz. Ayolning mehrini olganmiz. Endi o'lib o'lgunimizcha bu ayollar mehriga muhtojmiz. Ayol ozgina mehr bersa, yosh bolaga aylanamizda, shu miyada bor, ong ostida turibdi-da, onani mehri. Erkalansak erkaligimizni ko'targan, yig'lasak ham toqat qilgan, ichib siyib qo'ysak ham urushmagan, artib tozalab doim mehr ber. O'sha mehrga tashnamiz biz erkaklar. Onamizdan keyingi onamiz bu yonimizda xotinimiz bo'ladi. O'sha mehr berish kerak. Agar mehr bera olmasa, bu o'gay onani qo'lida katta bo'yapgan, kaltalarni yeb katta bo'yapgan yetimga aylanasan-da. O'shaning uchun mehribonni qayerdan topasan desa, mehribon ota katta qilgan qizni olaver, ana shu mehribon bo'ladi-da. Gapirsak gap ko'p, zerikib qolasizlar. Men futbolist emasman, yugurib yuradigan. Men gapiradigan odamman. Sal ko'p gapiraman. Shuning uchun video cho'zilib ketdi. Hozir yana 2 soat gapirishim mumkin. Lekin bundan buyog'iga endi zerikasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishinglar mumkin. Shunaqa vaqtim bo'lganda ba'zida kommentariyalarga javob berib turaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.